bugun biz 20, 40 va 64 akkauntni ko'ramiz. Akkaunt ko'rishdan oldin videoga like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani bo'lmasa ketdik. Tag bu $20 akkaunt kirish bilan Sonic va Lenik bor ekan. Lenikchiligini aniq qaraymiz hozir va Nvidia'ga kelmaga qarasak mana bunaqa kiyim. Qanday tashqari sezonning kiyimlari bor. Optimus Prime va uni sherigi. Keyin qandaydir har xilchalik kiyim. SM sezonli kiyimlar mavjud ekan akkauntda. Tak bu yoq qiziq bo'lmasa ham kerak bu kiyimlar, har xilcha kiyimlar. Uncha qizig'i yo'q. Kaskalarga o'tamiz. Kaskalarga letnik kaska bor. Undan tashqari yana boshqa kaskalar. Old Way kaska mana bu 13-sezon kaskasi bor. Va bosh kiyimlarga ham keldik. Bosh kiyimlarda ham menimcha hammasi Airpin'niki demoqchi edim. Taki mana bu narsa bo'lagan, bu menimcha Old Way narsa katta ehtimol bilan. Undan tashqari akkauntda bu bor ekan va bu yog'i yo'q. Keyin ochkalarga o'tamiz. Ochkalardan esa hammasi ham menimcha defaultni ochkalar. Qiziq bo'lmasa kerak desam oxirida kutib turmoqda bu qizil tasma. Va keyingi maska. Vторжина maskasi yo'q ekan. Kiyim. Kapitan Set ko'rdik boshida. Kapitan Set bor. Va yana mana bu bor ekan. Bu menimcha uncha oddiy emas va oddiy kiyimlar. Tak sumkalarda ham uncha oddiy sumka yo'q. Bu yerdan Kapitan Set pasi yo'q ekan, lekin mana bu ananas setniki bor ekan. Nimagadir internet qotdi. Oyoq kiyimlarda ham yaxshirog'i yo'q. Tak internet muammo bo'lyapti. Bug bo'lib qoldimi? Tak oyoq kiyim kiysak ko'rinmayapti, bug bo'lib qoldi. Va emotsiyalar ko'ramiz. Birinchi o'rinda emotsiyalarni Optimus Prime'niki shu mana bunaqa oddiy emotsiya. Shu Airpin emotsiyalar deb qo'ydim. Hammasi uncha yaxshiroq emotsiyani ko'rganim yo'q. Va parashyutlar ham oddiy parashyutlar. Hammada bor parashyut va u yoq qiziq emas uncha va material bor ekan. Undan tashqari ikkita premium kes, oddiy kes. Akkauntda boshqa mana bor ekan. 87 ta nomi esimda yo'q, shu bor ekan. 14 ta bunaqadan bor ekan va menimcha avtomobillar kuchaytirish qayerdan ko'rilardi? Menimcha shu yerdamidi? Yo'q, undan ko'ra bu yoqdan kirib birdan skindan ko'rib chiqamiz. Qanaqa skin bor va bu yerda ikkita prokachka. Tak mashinalar bor ekan. Sedanda bitta, mototsiklda bitta, 4 ta ekan jami hisobimizda. Bagida esa mana bu oldin bag ko'rgan 250 ta turibdi. Ancha ham. Va menimcha bu yoq uncha qiziq emas. Prokachkalarga o'tamiz. Prokachkalarda menimcha 15 ta prokachka, Lenik bor. M24 Fravon bor ekan. Lenik 2, Mama Kilcha. Tak yana Akim ko'zimga ko'rinmoqda, yaxshiroq prokachka va Uzi bor ekan. Tak bu $40 akkauntga kirib oldik. Akkaunt kirishimiz bilan Kapitan Set kutib turmoqda va vторжина maska. Akkauntda vторжина full sport bonus pass keladi bir vaqtlar, shuni kiyimlari. Uncha boshqa yana taniqli kiyimlar yo'q. Legendarniy kiyimlar ham Airpin'niki, keyin Sabitaga kelgan oddiy kiyimlar. Kaskaga o'tib olamiz. Kaskalarda
Mayforge'dagi kaska bor. Godzilla'ning kaskasini ko'ryapman va erpanaka. Bosh kiyimlar Kapitan Setniki bor va yaxshirog'i yo'q. Ochkilar yo'q. Maska vторжина bor. Vторжина maska, ya'ni vторжина full akkauntda. Tepa setlarda TDM set bormikan? Bu bor, bu TDM setdan bo'ladi va bu bonus pastda keladigan kiyimlar. Sumkadan Godzilla'ning sumkasi, bu yoq erpanaka. Pastda Kapitan set bor, Kapitan set full. Oyoq kiyimlar yo'q. Va orujalar kelgan bo'lsak, orujalarni keyinchalik ko'ramiz. Hozircha avtomobilga o'tamiz. Avtomobillarda UAZ bor. UAZda skinlar ikkita bor. Bunaqa UAZga bitta, sedanda ikkita, mototsiklda ikkita, jami 4 ta ekan bunaqa skinlar bilan. Bagida mana bonus pastda bagisi bor ekan. Bu ham ancha chiroyli bagi. Tak boshqaga kirsak, endi bu yerda samolyotga skin yaqinga kelgan erpidagi va emotsiya kirishimiz bilan mifga emotsiyalar ko'p. Uncha yaxshi emotsiyalar emas. Parashyutlar kirishimiz bilan yaxshiroq ko'rmadik. Granata, Godzilla'ning granatasi bor. Bu yerda oddiy dimlar, bunda Godzilla bor ekan. Tak orqa fon ikkita, bittasi vaqtinchalik orqa fon. Bu yerga kirsak ikkita ultimatiki bor, bitta Mayforge, 50 populyar material. Hammasi akkaunt ichida turibdi, u ishlatib yuborilmaydi. Narxi atigi $40 akkaunt hisoblanadi. Tak 417 ta omad chambaragi toshi ham mavjud. Qoyil va prokachkalarga kelgan bo'lsa 24 ta prokachka mavjud. Bu yerda AVM M24, tak mana M24 kelchat, yana oddiy erpanaka, Godzilla bor ekan, taniqli Godzilla 4. Tak ultimateki bor, 416 muhimi, 4 bor ekan. Akkauntda material bitta bor. Menimcha kuchaytirib olsa bo'lar keyinchalik tanitqib. Shu bilan bu akkauntimizniki Pirxon. Mifik moda bor ekan akkauntda. Galaxia 49. $60 akkauntga ham kirib oldik. Akkaunt kirishimiz bilan skromniy akkaunt keladi va yaxshi emotsiyalari bor va akkaunt iloji bo'lsa tezroq obzor qilamiz. Video zoom etishim mumkin. Akkaunt kirishimiz bilan ultimate bilan turmoqda va o'sha oddiy kiyimlar, hammada bor kiyimlar va kaskada uni Mayforge kaskasi bor o'tadi. Bosh kiyimlarda uncha yaxshi yo'q. Maskalarda bitta vторжина maskasi bor ekan va ko'zoynaklarda o'sha sariq ko'zoynak kiyim tepak setlar ko'rishingiz mumkin. Boya ko'rsatgan Kapitan set shunaqa kiyimlar mavjud. Menimcha uncha qiziqmas va prokachka 416 ikkita prokachkasi mavjud. Akimda ham ikkita prokachka, yana karrakda lidnik karrak mavjud. AVMlar bor. Ikki full olingan. Hamma narsasi olingan va shoot yumpisi bor. Tak uncha bu yerda skinlar qiziq emas. U mashinlar. UAZga bitta mashin, bagi ko'rsatamiz. Bagiga bitta prokachka yo'q ekan. Emotsiya o'sha. O'ta olti emotsiyalar ham mavjud. Bu yerda parashyut va glider, menimcha bu X-niki, 50 populyar material. Mayda chuyda narsalar bor. Prokachkaga o'tamiz tezlik bilan.
Prokatchikalarda kelayotgan bo'lsa 416 bor va yan kelgan P90 skini bor, karrak bor, karrak ko'tarilmagan ekan. 416 4 edi. Undan tashqari AVM 4. 416 4 emas ekan, 3 ekan. Ko'tarsa bo'ladi. Sayga bor, sayga 4. Hakim. Bular qiziq emas. Va oxirgisi AVM bor. Akkaunt narxiga arziydi. $60 arziydi akkaunt turishi Galaxy 56. Bu yerda sharaf bo'yicha 8100 ochko va bunga yozib qo'ygan ekan, 8500 ga berishga yozib qo'ygan. Titullarga kirsak, O'zbekistonning shu viloyat bo'yicha shunaqa titullari mavjud va oxirida Mythic moda bor akkauntda. Asmaster 2 yillik yubiley bor ekan. Oltin avlod bor ekan, eng qizig'i band titullari bor. Akkaunt yo'q, titul yo'q deya olmayman. Ancha titullar bor. Ramkalar menimcha qiziq emas. Bu yerda Zava bormikan? Zava yo'q va bu yerda har xilcha nemlardan bitta, ikkita va Ultimate Royalniki bor ekan. Eng qizig'i bu yerlarda qiziq emas. Bu yer ham menimcha hech kimga qiziq emas. Ko'tarilayotgan orqa fonmi bor ekan. Ko'rishingiz mumkin akkauntda nima bor, nima yo'q, lekin $60 ga akkaunt narxi arziydi. 416 bor. Akkaunt ancha yildan beri o'ynalgan va level 80 level aytgancha levelni ko'rganimiz yo'q edi. Level 80 level qoyil maqom degandan chiqqan ekan. Shu bilan tugadi akkauntlar ham. Boshqa ko'radigan narsa qolmadi.